pizdesi var ekanda, mana videomni tarqatarmish kelganda. Yandex kelgan. Pizdesi ekan shunaqa kelganda. Asa shuni. Men hozir biz ikkidan sen ko'rasan. Olib ketdim. Ochey bagajini. Ikkita bola bilan menga sikishmoqchimiz. Sikishasanmi dedingmi? Ochoy bagajini deyapman. Ko'rasan hammasiga. Bagajini och deyapman. Hamma video bor. Bagajini och deyapman. Hamma kamera bor. Och sen vaqtim molis. Oz ko'rasan. Sendagi erkaklar ko'payib ketdi. Bagaj yo'q. Bo'la oz ko'rasan. Bo'l. Bo'la oz ko'rasan. Olnasan. Oz ko'rasan. Nimani ko'raman? Oz ko'rasan. O sen vaqtim molis. Bo'la oz ko'rasan. Yo pulim molis. Ha? Tushundingmi? Shuna puling ko'payib ketdimi? Ikkita bola bilan menga sikishmoqchimiz. Sikishasanmi dedingmi? Ochoy bagajini deyapman. Ko'rasan hammasiga. Bagajini Tushing mani mashinamga. Tushib turing bo'ldi. Kelsin bo'ldi, shu yerda o'tiraman men. Gapirgan gapingizga javob berasiz. Aha. Bu qanaqa gap gapirdim men? Men yomon gap gapirman. Teftashyapti bolasi. Bu tirikchilik qilgan. Men bola bilan o'tiribman ikkita. Hech nima qilmayapti, bu tepib o'tib, atib tushib ketib beraman kerak bo'lsa. Isqirtdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Eshikni yopib qo'yapti mana. Nuri 72 nani shuncha xodimlarni ovora qo'yapti-da hamda plos. Nima holat bo'lgan? Nuri 72 ni opasi taksi chaqirgan, taksida mana shu shilqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo tushmaysan, narsangni olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Keyin tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldirasiz. Men tushmayman. Ha, bo'ldi, o'zim bir izib chiqaman. Voy, pajal solisang 103 qolisang respublika 110 ga qil. Men haq chiqaman, klient turib chiqadi. Ha. Xo'pmi? Oxir opasi ukasiga telefon qilgan. Nuri kelib buni endi to'xtataman deganda, u qochmoqchi bo'lib mana mashinani avariya qilib urgan. Oxiri mana 02 bo'lib ketdi. Prosta hozir zamon ko'tarmaydi, buni bizib chochib yuborsa ham bo'lardi mana. Shuncha bola turibdi, mashinaning ichidan tusha olmayapti daji. Bunaqalarni qonunga topshiramiz. Xudo xolisa adolatli jazo topadi bunaqalar bor. O'shaning uchun ham yuzi bilan qo'yaveramiz. Oshna og'aynilari bo'lsa, demak video qilib qo'yinglar, qanaqa kvisa gnidalar ko'chada yurganini. Hatto xudo xolisa yaxshi bolalar tirik ekan, biz shundayligicha qarab turmaymiz. Evakuator mashinasiga chiqib olgan tusha olmayapti. Kalamush aylanmaysan Instagramda. Press qahramonni atmetga qilib qo'yinglar, xalq ko'rsin bularni. Hisob minusda. U ayol menga ukalar kelgandan keyin уже shantaj qilishni boshladi. Nima deding? Ikkita bolam bilan mashinada menga. Har xil haqoratli so'zlar gapirib, menga shunaqa aloqada bo'lasanmi deb menga aytib, shantaj qilib tashladi, bo'ynimga ilib tashladi. Sikishmoqchimiz, sikishasanmi dedingmi? Ochoy bagajini deyapman. Ko'rasan hammasiga. Bagajini och deyapman. Hamma video bor. Lekin menda asos bor. Videoga o'zim olganman. Men maslahat beraman. Shu sohada taksida yuradigan odamlarga video registrator ichiga qo'yib yurishni maslahat beraman. Shunaqa voqealar bo'lmasligi uchun.